سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر استغفر الله استغفر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Furqan surəsinin 35-ci ayətdən 40-cı ayətgacha bo'lgan təfsiri. Təfsir cəvhərləri 7-ci tomdan. Allah Taala deydi ki, biz haqiqatan Musa alayhissalomga ilahiy kitob, ya'ni Tavratni berdik va uning qarindishi Harunni uningga yordamchi qilib tayinladik. Biz buni Harun da'vat yo'lida inisi Musaga yordamlashsin va qiyinchiliklarni yengishda uning hamdam bo'lsin deb shunday qildik. Ularni Firavun va uning tabialarining yoniga berib, ularga mo'jizalarni ko'rsatib, ularni iymonga da'vat qilishga buyurdik. Firavun o'zini Misr zaminining ilohiy deb e'lon qilib, bakmi hadidni ishib ketganlikdan uningga yumshoq va siliq yo'sinda gap qilish lozim edi. Shunga bu ikki payg'ambarni Firavunga yumshoq va siliq gap qilishga buyurdik. Ammo Firavun va uning odamlari bizning payg'ambarlarimizni va ularning mo'jizalarini inkor qildi. Da'vatiga qarshi urush ochdi. Shuning bilan biz Firavunni va uning tabialarini ibratli holda jazoladik. Ularning aqibati butunlay tarmar qilinishdan iborat bo'ldi. Ey Makkalik kofirlar, payg'ambarni inkor qilishning aqibati qanday bo'lganligini bildinglarmi? Endi buningdan ibrat olinglar. Ey payg'ambar, ularga Nuh alayhissalomning qavmining aqibatini bayon qilib bergin. Ular payg'ambarlarni inkor qildi, ularni to'pon balasida butunlay g'arq qilib halok qilib o'tdik. Ularning halokatini butun insoniyatga mangulik ibrat qilib qoldirdik. Buningdan ibrat olganlar bormi? Qaysi zaman va qaysi joyda bo'lsin, payg'ambarlarga qarshi chiqqanlar amon qolmagan. Nuh alayhissalomning qavmi amaliyotda yolg'iz Nuh alayhissalomni inkor qilgan bo'lsa-mu, oyatda payg'ambarlarni inkor qildi deyishdan maqsad shuki, Allah Taalaning payg'ambarlaridan birasini inkor qilgan odam ularning hammasini inkor qilganga o'xshashdir. Chunki payg'ambarga iymon keltirish deganlik barliq payg'ambarlarga iymon keltirishni talab qiladi. Ey payg'ambar, ularga Ad, Samud qavmlarining va Ras aholisining qanday halok qilinganligini eslatgin. Ras aholisi butlarga cho'qingan qavmlardan bo'lib, ularga Shuayb alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilgan bo'lsa-mu, ular Shuayb alayhissalomni inkor qilganligi va zulmda haddan oshganligi tufayli Alloh taolo ularni uy imoratlari bilan qo'shib yerga dumkimtirib etgan. Yana bir rivoyatda kelishicha, Ras aholisi Buruj surasida qissasi bayon qilingan Uhdud, ya'ni o'rik egalari deb atalganlarning o'zidir. Bu haqda yana boshqa rivoyatlar bor. Her holda ular payg'ambarni inkor qilganligi va zulmda haddan oshganligi tufayli halok qilingan qavmdir. Ular kufrida ching turib olganligi, payg'ambarlarni inkor qilganligi va ularga qarshi chiqqanligi uchun ular har turli azob-uqubatlar bilan halok qilingan qavmlardir. Ey aql egalari, buningdan ibrat olmamsizlar? Ey payg'ambar, ya'ni ularga Nuh alayhissalomning qavmining Ad va Samud qavmlarining zamonlar orliqida yashagan qavmlarning oqibatlarini eslatgin. Yuqorqi qavmlardek o'z ismlari bilan atilib, ahvoli tafsili bayon qilingan va ismlari atalmay ahvoli ixcham bayon qilingan